Biruni bozoridan siz uchun yana eng arzon joylaridan birisini topib qo'ydik. Bu do'konning ichida kiyimlar qilalab sotilib yotibdi. Bir kiyimingiz 15, 12 ming, 10 ming so'mdan tushib yotibdi. Undan boshqa bu yerda qisqa aytib aytadigan bo'lsak, mut bo'lyapti o'zlar. Hozir bahosini bilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qani? Jazomdan basanochkalar. Skitkamiz ayna basanochkalarni qo'yib berdik. Qarang, basanochkalar 9 ming so'm bo'ldi. Razmeri 25 dan 29 gacha murskoy, svetlari bayna. Jazom? 9 ming so'm bo'ldi. 9 ming so'm ava. 9 ming so'mdan basanochka. Razmeri 25 dan 29 gacha. 25 dan 29 gacha. Barman fitta? Bor. Challi desa soni cheklanmagan. 9 ming so'mga ko'rib turibsiz, hozirgi yozgi sezonga bemalol olib turib farzandingizga kiydirib, kelib turib olib ketaverasiz. Manzili yog'imiz bilan sport shkol, yog'imiz media park. Sport shkolning to'g'risidan shunda kirasiz. Shu yerda kirganingizda chap qo'lda o'zi. Endi ichkarida ko'ramiz, ichkarida ne gap so'z. Endi kiloli kiyimlarga keldik. Kiyimlarning bu yerda klasi necha so'mdan? 150 ming so'm edi, 100 ming so'mdan qo'yib berdik sketga tib. Bir danasini qarang, 5 ming so'm, 6 ming so'm chiqadi detskilari. Katta siza bo'ladi uni 15 ming, 14 ming so'm chiqadi. Kattaroqlari 20 minggacha boradi. Bir danani taraziga qo'yib olaverasiz. 15 ming so'm deysizmi? 15 ming so'm. 1 kilo go'shtdan ham arzon bo'ldi, 1 kilo kiyim. 100 ming so'mga 1 kilo kiyim olsangiz bo'ladi. Hozir undag'i haqiqat bo'lsin, bir futbolkani olamiz. Misol uchun shuni taraziga qo'yib ko'ramiz. Taraziga qo'yib ko'ramiz. Bo'ldi. Keng. Endi kiyimlarning o'zining klassini haqiqatdan ham taraziga solib o'lchab ko'ramiz. Sababi xohlagan bir inson sizga kelib turib yolg'on so'lashi mumkin, lekin son hech qachon bizardi aldamaydi. Ketdi. 15 ming so'm. 15 ming so'm bo'ldi. Deskin soling. Necha so'm? 6 ming so'm. 6 ming so'm. Endi любой birsa shunday solib ko'raverasiz. Kelasiz, o'zingizga yaqin oldingiz, tashladingiz. 11 ming so'm. 11 ming so'm. Shunday tartibda davom etaveradi, mana. Necha so'm? 16 ming so'm. 16 ming so'm. Misol uchun bu ullularning razmeri o'zi bu. Siza bo'ladi bemalol. Yana bu detskina yaxshiroq qila. 9 ming so'm, 9 ming so'm. 10 ming, 12 ming, 9 ming, 15 ming. Oshib borsa 20-25 ming. Ondan yana o'tib ketmaydi. Kiloli kiyimlarni danalab olsangiz ham bo'ladi, xalasangiz kilolab olsangiz ham bo'ladi. Bu kiloli kiyim do'konining manziliga keladigan bo'lsak, yaxshilab e'tibor eting. Bu yog'imiz o'zlarimizning sport maktab, shuning yanında media park. Media park bilan sport shkolining o'rtasida shunda asfalt yo'l bor. Bu yog'imizda suv sotadigan o'ptim sho'rda do'kon. Bu yog'imiz shu Google'dan shuni planlab turib, chamalab bunadan kelasiz. Birinchi emas, ikkinchi do'kon bo'ladi. Shurga kirib turib, bemalol yangi aytib o'tgan chegirmamizdan foydalanib qolishingiz mumkin. Videoni maksimal darajada barcha beruvchilarga bering, sabab 10 ming, 15 mingdan keyin hozirgi zamonda tovush qiyin. Aytgancha videoga bir like bosib qo'ying, so'ng podpiska bosib qo'ying. Podpiskani bosganingizdan so'ng kelib turib orqangdan olaverasiz.